Do'stlar, ko'plar arzon avtomobillarga qiziqadi. Mana bu yerda shunaqa avtomobillar turibdi. Qaytib kelgan avtomobillar, masalan, kredit olgan, kimdir to'lamagan bo'lsa, o'shani qaytib kelgan avtomobillar. Mana buni narxini ko'rdim, 765 ta, 54 million bo'lgan ekan, hozir 31 million. Mana bu ham qanchadir 43 million bo'lsa, mana bu yerda 43 million yozilgan. Lekin buni ham arzon qilibdi. Agar xohlasangiz shuni arzon qilib berar ekan avtomobillarni. Bu reklama emas, shunchaki o'zim qiziqqanim uchun, sizlar so'raganlaringiz uchun ko'rsatib beryapman. Mana bu yerda Nexia'lar bor, xohlaganlaringizcha hammasi 40 million, 30 million, 35 million atrofida narxlari. Mana bu yerda ham 56 million bo'lsa, buni ham skidka qilyapti ekan, 40%, 35%. Mana bu yerda holatlarni ko'ryapsiz, bir xillarni dami chiqqan, lekin damini sovursangiz, qolgan joylarni yana o'zlaringiz ko'rib olasiz. Mana holatlarni qaranglar, qanaqa avtomobillar. Kimga qiziq bo'lsa, balki qimmatdir, balki arzondir. Kommentariyada yozingiz. Agar qimmat bo'lsa, qimmat deb, agar arzon bo'lsa, arzon deb. Balki kelsangiz shu yerga o'zlaringiz ko'rib, xohlaganingiz, masalan, xohlagan yoqqan avtomobilingizni olsangiz bo'ladi. Buni qaranglar, ahvolini ko'ryapsizmi? Mana bu yerda. Mana yaxshilari ham bor avtomobillar. Bizning qo'limizda spiska bor. Spiskada o'sha narxlari ko'rsatilgan. O'zingiz kelsalaringiz Telegram kanalda lokatsiyasi ham bo'ladi. Mana bu yerda ham Matizda, u tomonda Damaslar, u tomonda Captivalar, u tomonda qanaqa Labo, u tomonda orqada Malibu ham bor ekan. Keyin Malibularni ham xohlasangiz chiqaman. Faqat Telegram kanaliga, Instagramga podpiska qilib qo'ysangiz, arzon avtomobillarni sizlar uchun chiqarib boraman.